Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabıda hayz münasebetlik mezmunlar hakkında to'xtalib, bugün istihaz degan bir mezmun hakkında to'xtalmoqchi. İstihaz deganimiz amaliyotda bu hayz degan kelimeninki o'zidan shaxlanib chiqqan, ya'ni hayz kelimesi bilan o'xshash barobar ma'noda qo'llanilgan bir ma'no. Ammo bu yerdagi atalg'u qo'llanishchan ma'nosi hamda şu ayol kishininki rahmidan, ya'ni şu jinsi a'zoyidan qon donchilarininki uşaq qon donchilarininki chiqqanligini bildiradigan bir ma'no. Undaqda bu hayzlar o'xshab ketamdi bu jihatda desa, bu jihat o'xshab ketadi. Amaliyotda hayz qini 2 kun, 3 kun, 4 kun, 5 kun, 6 kun, 7 kunga o'xshash. Masalan, ayollarning har oyda keladigan odat kuni var. Bu hayz kuni faqat odat kunda keladi. Buna tabiiy normal ahvol. Ammo bu istihaz, buni xuni istihazm deb qo'ydi. Bu qon eqish kesili yoki qon tomchish kesili degandek bo'ldi. Bu ayollarniki mijazining o'xshamasligi yoki mijazik qalaymaqonchilik yoki hormonlarniki qalaymaqon bo'lish tufaylidan hayz odat kunlarda kelmasdan bu odat normal vaqtlardami davomlashib keladi. Bu asosan yengil, yenik, uşaq qon donchilari bo'lsa, bu normal. Bu ba'zi mijoz o'zgarishi, bundan bak ansirab ketishniki hojat yo'q. Ammo bu bak uzun davomlashib ketgan vaqtida bu cho'qim ma'lum darajadagi bir kasallikningki alomati. Buni cho'qim doktorga ko'rinish, davolanish to'g'ri keldi. Endi xuni istihaz odatda ayol kishilar homildor vaqtidami bu kelaverdi. Lekin hayz homildor vaqtida kelmaydi. Endi bu xuni istihaz bo'lib qolishningki bir necha xil sabablarini bayon qilgan doktorlar. Buning ichida masalan, shu homildorlikni cheklaydigan, hormonni cheklaydigan bir qism dorilarni ishlatgan vaqtida, buningdan oylik, har oyda keladigan odat qalaymaqonlish sababidan andan bu xun kesiliga kelib topib qolgan avvallar bo'ldi. Ya'ni birisi shu tuxumdan tuxum ishlab chiqarayotgan paytlardami bu xuni istihaz bo'lib qolgan avvallar var. Ya'ni birisi shu homildorlikniki bolalarni ko'p tushirayotgan bunday avvallardami bu xun kesiliga kirib topib qolgan avvallar var. Ya'ni birisi ayollarniki hormonlarning masalan hormon hujayralari masalan bir xil intizomiy qalaymaqonchilik uchragan vaqtida buningdimi masalan bunda xun kesilik kelib chiqadi. Yani birisi odat kesildiğin paytları var. Mesela bu 45'ten tartib 55 yaş etrafıdamış. 10 yıl jarayonida asasen ayol kishininki hayz odat kesildi. Bu hayz kesilgan vaqtida bu tug'mas bo'ladi, endi tug'maydi. Mush paytlar yaqinlashgan vaqtidami ayol kishida bu xun istihaz kesili paydo bo'ladi. Yani birisi mundaq baliyat quraki deymiz. Mesela rak kesiliga kirib qolgan ayollardami Allah saqlasin. Shunday avvallar kelib chiqadigan avvallar bo'ldi. Undan boshqa yana birisi shu tanasul, ondan bak jiddiylashib ketgan avvallar. Yana birisi ondan shu baliyat bo'ynida bir yalloq mustab bo'lib qolgan avvallar sidimi. Bunda xuni istihaz kesiliga kirib tavilgan avvallar bo'ldi. Undaqda hamda bu xuni istihaz deganni biz konkret elib etgan vaqtimizda nima degan vaqtida odatlangan vaqtlardan boshqa vaqtlarda ayol kishining shu jinsiy a'zoyidan chiqqan qonni biz xuni istihaz deb ataymiz demoqchi. Endi bu 306 numaralı hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi mundaq deydi. Bizga Abdullah ibn Yusuf hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu Imom Buxoriyninki Abdullah ibn Yusuf at-Tanisi ismli ustozlaridan biri. Bu kishi deydi bizga Malik xabar bergan. Imom Malik rahmatullohi alayhi shu. Bu kishi Hisham ibn Urvadan, Hisham ibn Urva dadisi Urva ibn Zubayrdan. Bu kishi hammasi Ayşe anamizni rivoyat qilib bundaq deydi. Bu ayol mundaq degan ekan. Ayşe anamiz Urva deb rivoyatida hamda jiyaniga. Fatima bint Abi Hubaysh, bu Fatima büyük sahabalarninki biri, bu Abdullah ibn Jahsh degan sahabaninki ayoli bo'ldi. Bundaqda payg'ambarimizniki yana bir ayoli Zeynep bint Jahsh degan ayolning akisining ya enisining ayoli bo'ldi. Peygamberimizle bunda kudubacilik münasebeti ve aile var. Bu ayol büyük sahabelerden hem köp hicretlerini kıygan, nurgun hadislerini rivayet kıygan büyük sahabe. Bu ayol ki şu xuni istihaz meselesi hadisi nayet meşhur.
keyingi ummatlarniki, shu ayollarniki shu turmushi, oilaviy ahvoli qarta masalan o'rnak xarakterlik bir hadisini bayon qilib o'tgan bir ayollardan. Bu ayol Janob Rasulullohning huzuriga kelib so'rabdi-da, "Ya Rasululloh, men bu pokiz bo'lolmayapman. Namozni tark etsam, namoz o'qimasam bo'ladimi?" degandan keyin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunaq degan. Bu bir tomoning qini deydi. Bu hayz emas. Hayz degan bolayotganning ichidan tinib chiqadigan narsa. Bu faqat shu yerdagi bir tomoning ya'ni ma'lum bir yollig'ningki avvali yoki ma'lum bir vaqtliq ajratmalar, ya'ni tomoning qini deydi. Agar hayz vaqtingiz kelgan vaqtida namozni tashlang. Chunki bu hayz qini bilan bu xuni istoz qini asosan ulamolar orasidagi ba'zi qisman ixtiloflarni birlashtirgan vaqtimizda asosan buni farqlantirib bo'lmaydi. Hatto shunga Anvar Shah Kashmiri rahmatullohi alayh eng usta doktorlarmi hayz qini bilan xuni istoz qinni farqlantirolmaydi degan. Demak, buni farqlantirgan vaqt ayol kishi o'zi biladi. Ya'ni odat kuni keladigan mezgillarda, paytlarda namozni tark etadi. Odat kuni masalan, agar oyda 5 kun yoki 4 kun odat qiladigan bo'lsa, shu xuni istihoz 2-3 oy davomlashib qolgan bo'lsa, shu odat kuni keladigan paytlarda biladi-da masalan. Bu vaqtda namozni tashlaydi. Odat kun to'shqan zamonlar yana namozni davom etaverdi. Xuni istihoz bo'lsa-mu mayli. Ya'ni bu hayz miqdor, hayzning odatlangan kuni to'shqa vaqtida qonni jo'yitib namoz o'qiyvering dedi. Endi bu ayol Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qishig'a bu hamda o'zinki jinsiy a'zoyidan qon davomli to'xtamay kelayotgandan keyin hayz vaqtida namozni, ro'zalarni tutolmaydigan ma'lum bir ibodatlar cheklimga uchragandan keyin men qanday qilaman? Ya'ni men mush ibodatlarni cheklimga uchramdi deb fatvo so'rab kelgan bu yerda. Rasululloh buning qarta islomning hukmini bayon qilib deb bergan. Biz bu hadisdan oladigan nuqtalar ayol kishiningki shu ilm ilishningki yo'lliq ekanligini bilishlar birga o'ziga munosabatlik masalan fatvolarni so'rsa buningda hayo cheklimasiga uchramaydi degan ma'nonimi ya'ni uqalaymiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning zamonasida undan boshqa yana shu xuni istoz bo'lgan ayollar bir necha ko'pda. Masalan hozirgi shu Fatima, undan boshqa Habiba binti Jahsh deymiz. Sahli bint Suhayl deymiz. Yani bir necha ayollar mush kasallarga giribdor bo'lib qolgan shu paytlarda. Yani bunda ayollar qanday tarat oldi degan vaqtida har namozga birdan tarat oldi shu paytlarda. Bugungi darsimiz mushayish bo'lgan. Sallallohu alayhi va sallam Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.